Hammaga salom. Bugun Ispaniyaga biza 4-kun. Bu 3-videom. Hozir soat obed bo'ldi. Ozgina kayfiyatimiz yo'q. Yomon xabar eshitdik. Onamlarga viza kutayotgandik. Onamlarga viza chiqmadi. Hammamiz xafa. O'zi qanaqadir kechayotganim uchun ertalab barvaqt turib, borib zavtrak qilib, yana ham uxlab olgandim. Hozir o'zim majburlab chiqdim. Oyog'imiz og'riyapti ozgina, qit'a issiqroq kiyindik bugun. Bugun biza ammamlar bilan zoopark bormoqchi biza. Juda mashhur zoopark ekan. Bir balo qilib, retsepsiyonga tushuntirdim. Что bizaga taksi kerak, chaqirib ber deb. Magadir kuldi odam. Mayli dedim. Biza tilni o'rganib kelaman, keyin ko'rasizlar dedim. Hozir endi zooparkka boramiz. Sizlar bilan nasib bo'lsa, kuzatsalar oxirigacha qanaqa narsalar borligini ko'ramiz. Zoopark juda katta, delfinarium bor, u yerda cho'miladigan joylari ham bor, hayvonlar bor, har xil yana bir balo narsalar bor. Bilmayman biz qaysiga tushamiz. Biz ko'proq shu delfinariumga bo'lib, keyin hayvonlarni ko'rmoqchi biz. Qushlar ham bor, lekin qushlar uncha qiziqmasman hamma. Sassiq bo'ladi qushlar. Keyin o'zi biz har kuni ertalab yaxshigina zavtrakcha qilib, kechgacha normalni yurib, keyin kechga ovqat yeyotgandik, lekin bilmayman, asab qilgandan, perjevat qilgandan och qolganman, yomon och qolganman. Hozir o'sha yoqdan biron yeyishga narsa toparman, yemasam bo'lmaydi. Ana shunaqa, bu taksimi ekan, nima ekan endi bilmaymiz. Taksi. Hozir tushuntirishga harakat qilaman. O'tiringchi-amma. Hola. Hozir tushuntiramiz. Okay? Sí, sí. Loro Parku. Loro Park. Yeah. Thank you. Amma orqangizda bo'ladi. Amma men savol beraman bularga bir balo qilib, bularning javobini tushunmayman. Bular menga переводчик bermaydi. Yo, gapiradi, ushlab turing-da, men o'zi to'qib olay, o'ziga qaratib tursangiz ham mayli. Video olibdi-da. Hammalar O'zbekistonga qilmaganlar-da. Ularga remen to'qmaganlar, o'zi remenlarni to'qib beray. Bo'lmasa zarur ham necha yildan beri. Remenlarni to'qishni ham bilmaylar, olishni ham bilmaylar. Nima deysizlar endi? Issiq ekan havo, o'zimcha issiq kiyinib chiqdim. Futbolkada yurayman, kayfiyatiga yo'qda, o'sha kiyimga ham e'tibor qilmadik. O'zimcha o'zbekcha ko'ylaklar olib keldim. Milliy ko'ylaklar. Qanaqadir modniy bunaqasi koftalar olib keldim. Kiymadim, yoqmadi bugun o'z to'g'risi. Onam oldlariga qaytgim kelyapti, chunki onamlar o'zida o'zlari perjevat qilyapman, lekin hali ketishimga 20 kun bor, apalarimni ham sog'indim уже 2-3 kunga. Hamma yaqinlar birga emasligi bu juda yomon. Xohlagan payt birga bo'la olmasligi yomon. Hatto bir oyga viza chiqsa yaxshi bo'lardi. Apalarimiz yaqin O'zbekiston keladi. Onam bilan 1 yildan ziyod bo'ldi, ko'rmaganlariga. O'sha uchun shunaqa bora olaylik, men sizlarga o'zim ko'rsataman. Zooparkni mayli kayfiyat tushirmaymiz. Dam olishga kelganmiz, anaqa ko'chaman. Palmalar zo'r ekan, lekin okean ko'rinib turibdi. Hozir bitta o'zbekcha shuna sho'rvacha bo'lsa-da. Xil pishgan. Xonim bo'lsa, manti bo'lsa, samsa bo'lsa. Osh bo'lsa mayli. Osh. Men 3-4 kundan beri balg'im, o'z balg'i yaxshi ko'raman, Xudoga shukr qilib. Yeb olaman-da. Qaytib balg'i yemayman, lekin mendan ketgandan keyin. Men yemayman baliq. To'ydim, Xudoga shukr. Men bugun ham yeyman. Bo'ldi. Bitta zavtrakchani qilib, shu bilan samolyotga uchamiz. 5 soat. Boshqa joylar ham bor. Chiroyli
ekan ha berli. Vulqonga bormadik-da, ro'za qilolmadim. Hola. Biza nima sotib oldik? Muy bien, gracias. Thank you. Ha, bilet sotib oldik. Hozir kiramiz. Chiroyli amma. Öyle. Qani endi. Mana magazinchalari. Yeydigan narsalar sotib olamiz. Yurib. Biza och biza. Ha. Oz kelingchi nimasini ko'raylikchi. Telefoningizni olib rasm tushiring amma. Telefoningizni olib rasm tushiring. Beri. Yo'q. Kartani kerak bo'ladi. Ana delfinarium, amma qarang, soat 1 dan 16 dan 15 tagacha bo'lar ekan. Borsak bo'ladi. Kitlar, hayvonlar. Va nihoyat biz bu mashhur joyga keldik. Baliqlarni qaranglar. Amma Varnetka ham shu baliqlardan bu. Buxoroga. Boshqacha qara. Chiroyli baliqlar. Boshini chiqaribdi qarang. Boshini chiqarar ekan. Nimadir deydi u. Bunday qilsa bizga ham keladimi? Aqot beradi deb o'ylaydimi ekan? Anam kattaligini qarang amma. Dahshat-ku. Mana qaranglar, dahshat. Shiramos boshqa kiyimim bordi, kiyib kelsam o'ylamanmi? Kiyimim bitta koftam bordi, chiroyli. Rasm videolarga chiroyli tushaydim-da, amma. Mana bu oq qushmi? Nima bu? Qara qushmi bu? Yo tavba. Mana bu yana bor ekan, amma qarang. Mazami bularga? Mullarni ko'rmoqchi biza. Bera King Kong bo'lishi kerak lekin. Amma qarang, daraxt qanday taxlaganlar, ko'ringlar sizlar. Uni qaranglar, tutqushday. Uyganlar bularni amma. Dahshat. Bera nima bor endi? Qani? Ikkita qushlar. Ko'k rangli tutqushlar, lekin yaqin kelmayapti ular. Bezovgan, yo'lidan kuygan odamlardan. Oh, salom. Xafa o'tibdi. Bera nima bor ekan? Dedan nimadir bor, topish kerak. Amma uni qarang, tayyormisizlar? Ana yo'qda ham bor ekan. Ana bera bitta. Salom. Mana buni anaqasi deb. Xayr, surib o'tirishga qarang, mamlaqasiga o'tiribdi. Ana yo'qayam bitta o'tiribdi. Ey! Gapirsaydi, bizga qarasaydi, bu orqasiga qilib olgan xafa. Bizni uyganda odamlarga qarab. Unisini olib burisiga. Vashi. Achter de boom zitten. Zie je? Salom. Ama olib o'tiring, telefonga videoga olay bunaqachilikka. Ja, dat kan niet doen. Is die dan hele grote tanden? Yishini qaranglar buni. Ey! Xayol surib uyqayam kimdir bor. Men bu yo'q esa boshqacha narsalar bor. Lekin zo'r chiroyli joy ekan. Juda katta bu zoopark. Hammasini ko'z tutishga ulgurmayman. Anaqa ham bitta bor ekan. Bera odamlar Michael Jackson kelgan ekan. Qaranglar. Ki qani? Kelmaydi hamda bir oldimizga. Qara ketdilar. Qarab qo'yadi ana bunisi. Ibi yomon qarashini yomon qara ekan-a. Bobomlarday qaradi. Joy almashyapti. Bular tushunadimi ekan, amma? Bitta shira o'tirasizlar deganlarmi yoki bularga?
Вообще, bu qisqa aqlarni qilib o'tirar ekanlar-da. Ha, oldimizda ham qilib o'tiring endi. Ular ham o'sha konfet qilib o'tiradi. Besor bo'libdi bular odamlar. Bezor bo'lgan, ketdik ammo boshqa nimalarga boramiz. Bu kishi nima qilib o'tiribdilar bu yerda? Bularni uyi ketibdi. Shu bizlarni kelishimiz kutadimi ketishga? Nimaga tegibdi-da, nima deysizlar endi? Lekin baribir o'zini joyi topadi bularni katta joylar. Ammo qarang. Ana o chilinjil fillarni u tomon deganmiz, u tomondan kelamiz-ku. Biz pingvinlarni topdik. Bir video olish mumkin emas deb qo'ygan, lekin mumkin bo'lsa kerak. Indamadi-ku. Qo'limga kamera. Va, mana bu yerga qaranglar, qanaqa joyga kiramiz. O'zim reaksiyam bilan sizlarga ko'rsatmoqchiman. Dahshatmi? Ammo bir rasm tushiray. Turingchi. Pingvinlar ko'pligini multikdagiday-ku bular. Salom. Ana Lola Pipi nimasi bor-ku? Multigi. Siz ham yuribdi bular ko'pligini. Salom. Chiroyligini bularni. Dahshatmi? Ana bu yuriykanmi? Uzunmi deyman-da? Qo'r qo'yganlar. Suvli qo'y. Dahshat. Sovuqmi? Sirmi? Uzun joy taxlaganlar, даже дорожкасы bor, o'zi yuriydi, oz-oz sekin yuriydi. Pastda suzib yurishibdi. Ko'ryapsizlarmi? Men bu tomonga, vau! Bular nima amma? Bularni bilmayman nima, o'qish kerak. Bularni hozir o'qiymiz. Distribution. Bu qanaqadir boshqacha nimada? Qarang. Asalchalar. Asalcha. Asalchalar. Zo'r taxlabdilar, qoyil. Video oxirida men shuncha narsani kuzatganlarimiz necha pulga tushganini sizlarga ko'rsataman. Ana yoqqa qaranglar, baliqlar bor ekan. Voy, akvarium kattaligini. Buni qaranglar, shuncha joyga tushamiz. Menimcha bu yer faqat pingvinlar bor joy. Churillar bilan представление. Churillar bilan представление kirmoqchi edik, qo'ymadi. Hali vaqt emasga odam to'lgan ekan. Ungacha men bilan tomosha qilamiz. Uni qaranglar. Ana yoqqa bitta hayvoncha. Asha. Mana qiziqligini qaranglar. Rasm tushirish mumkin emas debdi, biz tushirib o'tiribmiz. Nima bu? Videolar buni. Ammo chiqayotgan paytimiz ishlab qilmasa bo'ldi, ha? Tushirmadi? Целый video olamman. Men ochman bugun переживать qilganda narsa yemasam bo'lmaydi. Ammo mafiyani berdilar. Bir yer madurcha bor ekan. Nima bu bera? Vau, katta toshbaqalar bor ekan. Tosh, amma uni qarang. Oranjiy nimacha bular? Hozir men sizlarga ko'rsataman. Qizig'i? Tepaga nimadirchalar bor. Olmaxoncham bular, nima bular? Bir yog'ini tozalab yotibdi. Asalchalar. Zira? Ha, mana, bir yozilgan. Nimalar borligi. Toshbaqalar ham bor ekan, pastga ko'ryapsizmi? Katta toshbaqa. Rocha men bera oq tigr bo'lish rasmini qo'yganlar.
topolmaysiz. Lekin topolmayapmiz, yashiringanmi, nima balo. Ha, yuringanmi? Nasib qilmabdi-da endi. Mana bu katta-katta toshbaqalar va kichik toshbaqalar bor deyishgan. Ha. Kichkinagina toshbaqachalar bor ekan. Al mondo. Mana bu ham tut qushlar bor. Qushlarga uncha qiziqishim bor emas. Boraveraylik, nima chiqadi. Lekin tigirni ko'rmaganimiz yomon bo'ldi. Ha? Va, men bilan qaranglar. Cherepashkalarni. Nimaga buncha katta bular? Cherepashki. Mana hamroq kestilgan qanchalik katta darajada ekanligini. Bular necha yildan beri bo'lsa kerak, ha? Ammo ashi Ja, die hebben schon bestimmt ein paar Jährchen am Kopf. lekin zo'r narsalar, prям mo'jizaviy narsalar. Hayvonlar, qushlar, o'simliklarni o'zi даже chiroyli. Hayvonlar bo'lmay, только o'simliklar bo'lsa ham даже bir krasota. Hamma hozir delfinariumni izlayapmiz. Delfinlarni ko'rib ketaylik qachabi. Yo'q, qanday? Qani suv mushugi. Mana ichkariga asalcha. Ne kichkinasan? Mazami? Oftobga bitta ekanmi? Hammasiga o'ziga отдельно atmosfera qilib qo'yganlar. Qaranglar, qanaqa joylardan ketyapmiz. Mana yoqqa nima ekan? Mana kafe. Zo'r. Bir ishchilar ham ko'p bo'lsa kerak. Taxlayaptilar. Mana bir delfinariumga keldik menimcha. Bir adashmasam, juda ham kichik mayda bolachalar uchun. Chunki Kinderlandia deb qo'yilgan. Bu nima bor ekan? Bu nimadir bor. Ha, mana bunaqa narsa bor ekanda, bu yerda. Ko'rinmaydi, ko'pisi yoshiringan. Mana bachchalar o'ynaydigan qiziq joychalar. Chiroyli. Ana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Arkaki ham bor ekan, tak. O, yaguar bor ekan. Delfin u tomonga menimcha qaytamiz, men delfinni ko'rmasam ketmayman. Ammo yaguar bor ekan bu tomonga. Bular nima bo'ldi? Shular ovozi eshitilar ekanda ko'chaga. Hozir yaguarni topamiz. Har xil turdagi qushlar bor ekan. Tabiatni yaxshi ko'rayotganlar uchun bir prям rай. Ana bir menimcha yaguar bor. O'zim yaguar topaman sizlar uchun. Mana uxlabdi yaguar. Shovqinda qanday uxlayotsan bolakay? Uxlabdi. Ammo yaguar uxlabdi, qarangki, poti. Dans un petit coin là, tu vois. Si là, dans le petit coin vraiment. Katta bera baliqchalar. Bera begemot bor ekanmi? Hayli yotibdi, moto. Moto yotibdi. Begemoto. Moto. To'shsa kerak. Yeyish uchun qo'yilganmi nima? Hammasi uxlabdi bularni. Salom, moto. Yo, bu Gloria bu. Multik bu Madagaskardagi Gloria. Min yapışma faulga. Yana nima topamiz bu yerdan? Yana ham bordir balki. Bittami? Yarmi suv baliqchalar. Ha, daraxtni qaranglar. Tepalarni zo'r taxlaganlar bilan.
Zira ammo tabiat hidiga juda ham noziklar. Darrab mazalari qochadi. Asadni esladingizmi amma? Bera nima bor ekan? Qushlar uncha yoqtirmayman. Hatto Rossiyada bitta qush qaradigan ancha yil. Biz O'zbekistonga kelgan kunimizda qush o'ldi. Rozichka edi. Shuni bilmaydi, слишком katta joy. Bu yerda dam olish joylari, hojatxonalar ham bor. Har uyingizda hojatxona, ovqatlanish joylari, nimadirchalar bor. O'zgina kayfiyat yo'q ba'miram. Ketishga harakat qilyapman. Qanaqadir umid bor edi-da. Umidim o'ldi meni, umidim. Chiroyligini berni. Flamingolarga keldik. Multiklarga ko'rganman. Rozve flamingolar bitta oyoqda turadigan. Haqiqatan bitta oyog'iga turibdi, qaranglar. Biz yaqinroqdan ko'rsataman. Bitta oyoqda turibdi. Zir. Papshik. Ikki xili bor ekan. Sherni oldiga keldik. Sherni paqqa topolmayapmiz. Odamlardan bezor bo'lib yashiringanmi, nima balo. Hozir xotinni topdik lekin ko'staman sizlar. Ko'ryapsizlar? Bechora. Bera kim bu? Berem kimdir bor. Odam. Ha, eri ham shu yoqqa, ammo eri xotini. Ammam topdilar, hozir yaqinroq boraylik. Yo, ikkovi ham ayolga o'xshaydi-ku, sherni anaqalar bo'ladi-ku. Uxlabdi, nima bo'la, hammasiga uyqu dorib berganlarmi yo bular issiqqa charchaganmi? Bular kechasi yuriydi. Ko'p hayvonchalar yashiringan, odam ko'pligidanmi bilmayman. Sigirni ko'rmadik, sherni ba'zir ko'rdik. Delfinariumni topolmadik. Hozir yana bitta quruq qilmoqchi biza qaytadan. Qo'lni aylanib chiqaylik. Propustit qilgan narsalarimizni, o'tkazib yuborilgan narsalarni boshqatdan ko'ramiz. Bechora yotishini qaranglar. Nima bilan yotibdi bular? Biza qarab o'tirsam, biz bilan ko'rishga kelganmiz. Mana ko'rishga kelsalar, mehmonga uyga tirjayib chiqib o'tiraman-ku. Acha bir vaqt salom alik qilaman edi. Nimasi bu? Mana bu yerda nima bor ekan? Alanglar birimiz. O'zi lekin video olish mumkin emas degan. Hamma yoqqa ko'rdim shuni mana. Amma xalqqa ko'rsatish kerak buncha narsani. Bu nimadir bu amma yig'ilgan. Ha, topdik. Hozir ko'rsataman sizlarga. You see the man in the Karol. Talki qilay desam, bezbet emasman-da. Yemekti. Wow. Yotishini joyiga yotibdi o'zi ham hamma ko'radi. Allo. Bu yerda nima qushlar har xil, ming xil qush. Men bu yerdan ham ko'rinsam, o'z ko'rishga harakat qilaman. Yodimni ko'rnay ekan, faqat kechirasizlar. Bilsalar bilasizlar, men sizlarga mumkin bo'lmasa ham olishga harakat qilyapman, naqlim obrazim.
chiqqandan keyin udalchi qildirmasa bilmayman mana narsani. Udalchi qilishni ham bilmayman lekin men. Ha, omad deb aytib ogohlantirish kerak edi, birorta shaxs kelib. To'g'rimi? Mana bir qanaqadir stiklarni joyi ekan. Nima bo'lib beray endi buni? Ularni o'zi biladi. Baliqlar bor ekan. Chiroyligini qaranglar. O'zim jungliga yurgandek his qilyapman. Ko'rmi? Beri har xil turdagi kaktuslar bor ekan, qaranglar. Hammamlar rasm olaman desam, jo'rimga tegdi, rasmga tushib berdi dedilar. Ovozini his qilinglar, bu yerni. Dahshat. Jungli. Amazura. Ana buni qarang. Jungliga kiramiz. Bashimi. Amazoniyaga kiramiz ammamlar bilan. Tayyormisizlar? Wow. Прям teplik. Вообще kubet. Dahshat. Ovozini balandligini. Mikrofonim yo'qmi? Boshimizga tushib qo'ymasa belli. Zo'r. Chaqirishini. Qo'yganman. Bilan qaranglar. Mamla bilan qitidam olamiz. Charchadik. Zirama. Ana bular qarang o'tirishini. Mana beri pastda baliqlar, tepada qushlar. Tepalikka oyog'imiz og'riyotgan bo'lsa ham chiqishga qaror qildik. Chiqamizmi, chiqmaymizmi dedik, keyin o'yladik, har kun kelamizmi deb chiqishga qaror qildik. Aslarga yaqinroqdan ko'rsataman. Ovqatlanibdi bular. Ko'zim og'ridi, lekin ovozi slishkam baland ekan. Hamma ovoz balandmi? Chiqib olaylik. Ana balandlikda qo'rqadi, mana balandga qarab chiqib ketdi. Ammamlar ilojlari yo'q. Qera chorlasam o'sha yoqqa ketibdilar ammamlar. Chidayaptilar ammamlar. Malosh. Asalchalan qaranglar. Fobiyam bu mani malosh. A? Fobiyam bu. Fobiyangiz bu, fobiyangizni yo'qotaman hozir. Amma men sizni o'zim lecheniya qilyapman. Terapiya qilyapman amma. Qo'rqqan narsaga borish kerak, tamom. Amma Zura, qarang yoningizga nima yeyapti endi bular? Har balo yeyapti, ha? Oy, charchab qoldim. Ketdik. Qo'rqmaysizmi bu yerdan o'tishga? Qayerda? Endi o'taman, nima bo'lsa bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi deylar, men qo'rqibdilar. Malosh saman tamom qilding. Kecha ammamlar saman invalid qilding deyaptilar, bugun tamom qilding deyaptilar. Ana videoda hammasi bor. Hammasini hamma ko'radi. Butun Buxoro ko'radi buni hamma. Ko'stamiz. Ekstrem joylardan chiqdik. Bu ekstremlarga hech nima ko'rma. Voh, bularning chiroyligini qara. Ha? Go'zalligini qara bularni. So'rama, pastga tushamiz. Risotda.
Asalchalarni qaranglar, ular sevishganmi deyman-da. Любовga necha? Ana shuncha qush sizganmi? Mana senga qushlar yonginangda. Cho'milib ovqat yeyapti bular. Qushlar yonginangda. Bular biz ovqatlantirishimiz mumkin. Sidani qilib o'tiribdi. Ha, любовь bo'lyapti berammi? Balo bo'ldi bular. Ha. Balo bo'ldi. Daraxtlar orasiga ham bor. Biza timsohlar va cherepashkalar oldiga keldik. Lekin ular yotibdi. Hammasi orqasini qilganmi, uxlabdimi? Amerika cherepashkalar bu. Bera kesin amma ayting. Bularni ko'rish uchun O'zbekistonda joydan kelganman. Baquvvatligini qaranglar, dumini. Yomon katta odam yesa kerak, ammo bular Yutaveradi bu odam. 4,5 metr ekan yoqayli yozilgan timsoh. 450 kilogramm o'g'il bacha, qiz bacha bo'lsa 3 metr 180 kilogramm. Vashiku. Qarang, baliq, o'rdak, kiyik ekan, quyon ekan. Baliqlar yeyilish uchun qo'yilgan bechora, sen yeyilasan biron kun. Ular soyaga tiqqan o'zini issiq bularga havo. Ammo yuringchi ana yoqqa qo'ylarni ushlash mumkin bo'lgan nimadir bor ekan. Nimalar bor qo'y. Har yo'lda hojatxonalar bor, ovqat yeygan joylar bor, musorlar bor, juda akkuratni qilingan. O'zan beri kiraylikchi nima bu? Kechiring, xodi kuchli bularni. Nima hayvoncha bo'lsa yoniga sirazi magazincha. Ko'chara bachalarni ko'zini yumib olib ketadi nimalar. Endi aldandik-ku biz ham maymunchon qo'yni ushlashga kelayotgandim. Daraxtning ichida qushlar. Yomon ovozi baland ekan, mikrofon yutganmi? Bular quloqim teshildi. Ambira nima, ammo laboratoriya bor ekan. Veterinariya bu bera tekshirib o'tiradi. Qaranglar. Ana, hayvon yotqizib, davlatdan joy bor ekan. Ana bu odam hayvon deb o'ylama, yuraymi? Bera nima bor ekan? Toshbaqalar. Chiqishga keldik-ku biz hamma. O'li chiqish niyatim yo'q, chiqishga keldik biz. Biz orqaga ketamizmi? Ha, u yoqqa boraylikchi, nima gap? Bor ekan. Qaysi tomondan ketish bilmaydi odam. Ammo qaysi tomonga ketamiz? 52 deb so'raymizmi? Akulalar bor ekan. Akulalar yuringchi. Siz qayerlardir salqin, qayerlardir issiq. Oraylikchi. Güzel lekin. No flash, kein blitz, no fumar. Bilmayman nima degan. Bir har xil baliq turlari bor ekan. Uni qaranglar, kattaligini bularni. Qizg'an. Dahshat. Hech kundan beri shunaqa baliqlar yeysan deylar ammamlar. Shu kundan beri faqat baliq yemadim. Mehmonxonamizda faqat baliq beradi. Ismi yo'q, ismlarni yo'q yozilgan bilish kerak. Beramiz, akvariumlar bor ekan. Spish tomon. Voy, kichkina baliqchalarni qaranglar. Ismlari yozilgan. Men akvarium qarashga, baliq qarashga unchalik yoqtirmayman, chunki onam vaqtida dashida ishlagan paytlari akvarium tozalardilar. Og'ir ish edi-da, o'sha uchun akvarium haqida menga yomon xotira qolgan. Deyaptilar. Bechorani qaranglar. Baliqda yuzyapti. Odamlar shunga ham qarab o'tiribdi. Mana shunday tozalayotganlar.
qancha bo'lsa bilan oyligi. Qaranglar, qanaqa joyga keldik biz. Представление boshlandi hozir. Dahshatmi? Chiroyli suza ekan. Ammo qarang. Sakra ekan bu. Dahshat. Nos alegra haberles transmitido el amor y respeto que sentimos por ellos. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Молодцы, biraz ikkita. U tomonga ham yana bittasi bor. Esperamos que hayan disfrutado de Orca Ocean y les deseamos un estupendo día en Lolo Parque. ¡Adiós! Aylansa birga aylanibdi. Молодец. Молодец. Buni qaranglar qanaqa. Chiroyli shunday. Ko'zi ko'rinmaydimi, ammo ko'zi bormi? Erkalanibdi. Vashi. Ana yoqqa bittasi uchib yuribdi, qarang, ammo suzib yuribdi ana yoqqa. Ko'ryapsizmi? Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, les pedimos por favor que abandonen Qilsa endi bular. de manera ordenada. Nima bilan tortibdi? Visitantes de las gradas de los extremos del estadio. Shu desalaringiz, biz zooparkdan chiqdik, charchadik. Menimcha 100% dan 70% ni aylangan, ammo binoy narsa ko'rdik. Necha ball berasiz zooparkka, ammo? 5. O'ndanmi? O'yindan boshlasak o'yin. O'yindan boshlasalar 10 ball berar ekanlar, men ham 10 ball beraman. Вообще zo'r. Idealni bir kishiga 44 yevro. Bu где-то $50. Normalni menimcha. Bunaqa joy uchun ancha narsani ko'rdik. Просто sabrimiz yetmadi, ozgina charchagandik, ko'proq narsani ko'rishimiz uchun o'zimiz qo'limiz deydi. Endi akam bilan xayrlashishga keldik. Tomosha qilib o'tiramiz endi Shera akani ko'rib. Chiroyli joyga o'tiramiz. Kechangi videomda xayrlashishlar bilan esimdan chiqibdi. Charchagandim-da. Menimcha video qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Fikrlaringizni qoldiringlar. Savollaringizni yozinglar, javob qilaman albatta. Bugun mehmonxonamizga oxirgi ujinimiz. Bu meni ujinim. Krevetka, qisqichbaqa, dahshat deylar. Ustritsi, chig'anoqning ichiga, короче, hamma menga kerakli narsalar hayotimga. Hammamlar hechga narsa topmadilar. Taga apamlarnikka qaytamiz, sho'rva ichamiz deb hammam umid qilyaptilar 3-4 kundan beri. To'g'ri, hechga narsa topmaylar bechora hammamlar. Men har xil turdagi bal, anaqa shu ilachasidan olmadi, sabzavotliga bor ekan u tomonga. Только sabzavotliga. Ha. Yeb ko'raman da o'zgina. Yeb ko'ring. Sumadim, tushundim. Aka bilanlar bizani. Ha, bu yo'qni ishchisi bittasi bizdan biladi. Bitta savol berdi, tushunmadik, javob berdi bizlar uchun. Endi yeb ko'ramiz. Men umrim davomida yemagan baliqlarim Shira yeb tuyib ketaman. Ammo yeb ko'ring, yoqadi. Yeb ko'ring. Aytsammi? Ha, faqat sabzavotli birinchi. Yo'qmi? Yeb. Xudo. Endi spesiya yemayman.
Hamma ham baliqlik nimadircha. Men amlaqa yemagan ekanman, o'zi yeb ko'rmoqchiman. Zo'r. Ana buni yeymiz hozir. Amma kesib olmaydi-ku. to'g'ri pishirmaganda ana bu zo'r narsada ama Ye. Nima yeymiz? Ye. Shunga kirib chiqadi bular bu ketgan. tamam shularga kirib chiqadi. Tirikka o'xshaydi amma. Buni to'g'ri yeyishni ham bilmayman o'zim. Ichiga ozgina go'shti bor, shuncha nimasiga. Baba yo'g'ini yeyami nima qo'shadi? Odamlar shuni ham yeydi. Ham krevetkasi ko'proq yaxshiroq shuni yeyolsa, birinchi. Non bordim bera. Hayli chekka non bor ammo Non kirib kartoshka bilan yeyman. xudo. Vijdonim qiynalyapti. Hamma mal yeygan narsalar bor. Lekin ammamla yeygan narsa yo'q. Tozalash kerak edi. Billa yoqmagan. Yeb ko'rdingizmi, hay? Hamma sizga bo'lmayotgan bu mehmonxonani ovqatlari. O'zi просто вкуснятина. Makaron testa yeyman. Och qolasan, men yeng nima majburlab salatlar yeng. Böyle qimishda qabza.